Sitora bolasini ko'targancha ko'chada yig'lab ketib borardi. Bo'ldi, endi boshqa erimni qiliqlariga chidolmayman. Menga na e'tibor beradi, na ko'nglimga qaraydi. Bu qanday hayot? Endi hech qachon ortga qaytmayman. Shu payt uni bir ichki ovoz to'xtatib qoldi. To'xta, qayerga ketyapsan? Sen to'g'ri yo'lni tanladim deb o'ylayapsan, to'g'rimi? Aslida 2 kun o'tib erim olib ketsa-yu deysan. Bolangni yangang tergaganda, akang bolalariga shirinliklar olib kelganda, bolang mo'ltillab ularga qarab turganda, akang xotiniga sovg'a olib kelsa, ayt, qanday chidaysan? Shularni bir o'yladingmi? Sitora to'xtagan joyida u yoq bu yoqqa qaradi. Qaysi yo'lni tanlashni bilmay hayron bo'lib qoldi. Shu payt u sekin burildi-da, erining uyi tomon keta boshladi. Eri ishdan kelgunicha u yoqtirgan ovqatga unnadi. Uylarni tartibga keltirdi. Hamma yoqni yog' tushsa yalagudek qildi. Eri ishdan kelib, uyni ko'rib, charchog'i ham esdan chiqdi. Oshxonada xirgoyi qilib ovqat qilayotgan ayoli tomon odimladi. Ayolining kayfiyati chog'. Bo'larkan-ku, shunday hayot ham, ichida o'yladi u. Bugun rosa ochilib ketibsan. Ayolini bag'riga bosdi. Endi faqat shunday yurgin, xo'pmi? Sitora aslida ayb o'zida ekanini endi fahmladi. Erkak charchab kelsa-yu, unga qovoq uyib, didiyo boshlaydigan ayol hech kimga ham yoqmaydi-da. Endi faqat shunday yuraman, o'ziga o'zi so'z berdi u. Erkak ham har kech uyiga shoshar, oilasi davrasida o'zini eng baxtli inson deb his etardi.